Yo'lovchi aerodromdagi chog'da namozni qasr qilib o'qishga boshlasa bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Safarga mang'animizda namozni aerodromda qasr qilib o'qiymizmi yoki qo'zg'alishdan burun to'liq o'qimdiq? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Safar qilishga 4 rakatlik namozni qasr qilib 2 rakat o'qish, ro'zadorning ig'iz ochib etish ixtiyorligi, ba'zi mazhablarda peshin bilan asrni, shom bilan xubtanni jamlab o'qish va qo'nishliq oyoqqa masih qilish qatorliq bir turkum ahkamlar chetiladi. Olimlarning birdek ijmosi bilan safarda namoz qasr qilib o'qiladi. Bir kishining safarda bo'lishi uchun safar niyati bilan o'zi turayotgan yurti yoki iqomatgohidan safarga otlangan bo'lishi kerak. Safarga otlangan bo'lishi uchun yurtining uylari, binolari va sepillaridan ayrilgan bo'lishi shart. Demak, turayotgan shahar sirtiga safar niyati bilan chiqishdan iborat ikki shart tepilmasa safarga otlangan bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'onda safarga chiqqan vaqtinglarda kofirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan qo'rqib, namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kofirlar sizlarga haqiqatan o'p-ochiq dushmandir. Namoz o'qiyotgan fursatdan foydalanib, sizlarni o'ldirib yetishdan yanmaydi, degan. Mazkur oyat karimda Alloh taolo qasr qilib o'qishni safarga otlanishga bog'lagan bo'lib, shahar ichidan chiqmaganlar safarga otlangan bo'lmaydi. Shahar sirtidagi aerodromlarga chiqqanlar safarga otlangan bo'ladi. Buningga asosan Turkiyada yangi Istanbul aerodromidan safar qilmoqchi bo'lganda aerodromdan qasr qilishni boshlasa bo'ladi. Chunki aerodrom shahar sirtida. Agar Istanbuldagi Kona Atatürk aerodromlaridan safar qilsa edi, to'liq o'qiydi. Chunki u aerodrom shahar ichida. Jiddadagi ichki daxiliy aerodromi shahar mahallalari ichida bo'lib qoldi. Yangi aerodrom shahar sirtida. Boshqa davlat va shaharlardagi aerodrom, port va vokzallarning hukmimi shahar ichida binolarga tutash bo'lish yoki sirtida binolardan va mahallalardan o'zik bo'lishiga qarab hukm yuqoriga o'xshash. Shundaqla safardan qaytishdimi shahar sirtidagi aerodromga tushsa, u yerda qasr o'qiydi. Shahar ichidagiga tushsa, to'liq o'qiydi. Bu hukm safarga bel bog'lab, biletni jazmlashtirib olganlarga qaratilgan bo'lib, aerodromga bo'sh o'rin chiqib qolsa safar qiladigan, o'rin chiqmasa safar qilmaydiganlar aerodromdagi chog'da qasr qilmaydi. Bu hukmning asosi shuki, islom fiqhida safarni nishonlab yo'lga chiqqan kishi yo'lovchi hukmida bo'lib, namozni qasr qilish uchun yurtining uylaridan ayrilib, shaharni orqada qoldirgan bo'lishi shart. Buningda olimlar asosan birdek qarashda. Imom Ibnul Munzir olimlar safar qilmoqchi bo'lgan kishi turayotgan yurtining jami uylarining sirtiga chiqsa namozni qasr qiladi deb ijmo qilgan degan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu "Men Madinada payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan peshinni 4 rakat o'qidim. Zulhulayfada asrni qasr qilib 2 rakat o'qidim" degan. Zulhulayfaning Madinadagi Masjid-i Nabaviy bilan bo'lgan orliqi taxminan 10 kilometr keladi. O'z vaqtida Zulhulayfa Madina sirtida edi. U yerdan qarasa Madina uylari ko'rinirdi. Bugungi kunda Madina shahri ichiga kirib ketdi. Mazkur hadisga qaraydigan bo'lsak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hajjatul Vido uchun otlanmoqchi bo'lganida, garchi peshindan burunla safarni niyat qilgan bo'lsa-mu, peshinni Madina ichidagi chog'da to'liq o'qigan. Shahar sirti bo'lgan Zulhulayfaga chiqqanda andin qasr qilishni boshlagan. Imom Navaviy mazkur hadisning sharhida mundaq deydi: Qasr qilish yurtning binolaridan ayrilganda boshlanadi. Bu bizning va jami olimlarning qarashidir. Uningdan boshqa qarashlarning hammasi sunnatga va salaf bilan xalafning ijmosiga xilofdir. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu Kufadan safarga otlanib, azroqli mengib uylarni ko'rib tursimi, namozni qasr qilib o'qigan. Safardan qaytib Kufaga yaqinlashganda uningga "Kufaga kelib qoldik, namozni to'liq o'qimdik" deyilgan edi u. "Yo'q, Kufaga kirguncha namozni qasr qilamiz" dedi. Demak, namozni to'liq o'qish yurtiga kirishga bog'liq bo'lg'achqa, qasr qilishmi yurtdan chiqishga qarashliq bo'ladi. Safarni niyat qilgan bilan yurtidan chiqmasa, yanala safardagi kishi hisoblanmaydi va qasr qilolmaydi. Safardagi kishi toki yurtiga qaytib kelmaguncha yoki ma'lum bir ko'jim o'ltiroq joy yoki qishloqda 15 kun turishni niyat qilmoqcha
safardagi kishining hukmida bo'laverdi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.